dependency injection qisqa va lo'nda. Dependency injection yordamida biz klassga kerakli bo'lgan boshqa turdagi obyektlarni unga tashqaridan kiritib yuboramiz. Ya'ni klassning ichkarisida new cald so'zini ishlatib obyektlarni yaratmasdan, balki u obyektlarni odatda konstruktor orqali tashqaridan kiritib yuboriladi. Bu bilan biz klasslarning orasida yengil bog'liqlikka erishamiz, ya'ni buni loose coupling deyiladi. Va odatda konstruktor orqali kiritilayotgan o'sha qaramliliklar klass ko'rinishida emas, balki interfeys ko'rinishida uzatiladi. Demak, interfeys ishlatsak, klasslarning orasida mahkam bog'liqlik bo'lmasdan, balki yengil bog'liqlik, ya'ni loose coupling bo'ladi. Buning natijasida klasslarimiz oson testlanadigan bo'ladi, ya'ni testable bo'ladi. Ya'ni bu bilan unit testlarimizda o'sha klassga kerakli bo'lgan qaramliklarni fake obyektlar bilan, mocklar bilan almashtirib, ularni oson test qila olamiz.